Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizda sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi turkcha grammatika darsimizning temasi yo'linish kelish qo'shimchasi. Yo'linish kelish qo'shimchasi. Ya'ni turkcha yo'nalma durumi eki. Endi bu yo'linish kelish qo'shimchasi deganimiz nima deganimizni savatdoshlar, hozir mayaga uyg'urcha yozig'liq qarab baqayli ga, qa, ga, ka debdimiz. Shundaqmi savatdoshlar? Yo'nalish kelish deganimiz yana bir yerga qanday o'zining ma'nosini chiqib turyapti. Siz bir yerga qanday qilasiz deydi, yo'linasiz deydi. Ya'ni siz bir tarafga qarab yo'linishingiz ketib borasiz demakchi. Ya'ni buni biz bir strelka bo'yicha ifodalasak, shuni biz bir nishon yoki nuqta desak, ya'ni biz yetmoqchi bo'lgan yoki biz bormoqchi bo'lgan bizning nishonimiz bo'lsa, ya'ni shu yerga qarab ketayotgandek shu bir yo'linishni bildiradi savatdoshlar. Masalan deb aytsak qanday men maktabga mangdim. Shundaqmi savatdoshlar? Ya'ni maktabga deb maktab deganimizdan keyindan qanday biz ka qo'shimchasi qo'shgan bo'ldik. Men uyga desakchi uyga deb bu yerda ga qo'shimchasi qo'shilgan bo'ldi. Shuningga o'xshash bir yo'linishni bildiradigan, ya'ni sizningki u yerga, bu yerga degandek shundaq maqsadlarni bildiradigan jumlalarni biz odatda yo'linish kelish deymiz. Yo'linish kelish jumlalari bo'ladi. Endi buningki turkchadagi qo'shimchalari qaysi deganimizda, ya'ni bu yo'linish kelishdagi qo'shimchalari uyg'urchada qanday ekan? Ga, qa, ga, kadan iborat biz 4 dona qo'shimcha qo'shib buni ifodalaydi ekanmiz. Turkchada desak savatdoshlar a yoki a bu harflarini qo'shish orqali biz odatda yo'linish kelish shaklini yasaymiz. Yo'linish kelish shaklini yasaymiz. Undaqda yana biz buningki grammatikalik qoidasi qaytib kelsak savatdoshlar, burunqi darslarimizda so'zlab o'tganimizdek, yana biz bu so'zuq tovushlarga qaytib kelamiz. Grammatikalik qoidalarida. Biz qanday qilgan edik? Turkchadagi so'zuq tovushlarni, so'zuq harflarni qanday qilgan edik? Biz ikki turga bo'lib olgan edik. Shundaqmi savatdoshlar? Qaraydigan bo'lsak, qalin va ince. Qalinning guruhida qaysi so'zuq tovushlar bordi? A, I, O, U. İncening tarkibida-chi a, i, ö, udan iborat bu so'zuq tovushlar bordi savatdoshlar. Hamda biz buningki grammatikalik qoidasi qarasak, diqqat savatdoshlar, diqqat. Agarda shu ismning, shu ya'ni yo'linish bo'lmoqchi bo'lgan shu nishondagi ismning yoki so'zning oxirgi bo'g'imida qayerda dedim savatdoshlar? Oxirgi bo'g'imida dedim. Diqqat, ya'ni burunqi so'zlagan grammatika qoidalarimizdan biroz farqliqa. Burunqi boshqa grammatika qoidalarimizda masalan chiqish kelish, boshqa qoidalarimiz nima degan edik biz? Oxirida yoki oxirgi bo'g'imida deb so'zlagan edik. Buning farqi nima ekan savatdoshlar? Yana men hozir oxirida demadim. Nima deyapman? Agarda shu ismning so'zning oxirgi bo'g'imining tarkibida deyapman. Oxirgi bo'g'imida bu qalin deganimiz a, I, O, U'dan iborat bu so'zuq tovushlar kelsa, biz undaq ismning oxiriga savatdoshlar a qo'shimchasi qo'sh orqali yo'linish shaklini yasaymiz. Agarda shu ismning so'zning oxirida a, I, Ö, U'dan iborat ince so'zuq tovushlari kelgan sharoitda biz bundaq ismlarning oxiriga savatdoshlar a qo'shimchasi qo'sh orqali yo'linish shaklini yasaymiz. Buning oldingi sharti nima dedik hozir? Shu yo'linish bo'lmoqchi bo'lgan shu ismning so'zning oxirgi bo'g'imining tarkibida kelgan ahvolda a yoki a qo'shimchasi qo'sh orqali biz yo'linish shaklini yasaymiz dedik savatdoshlar. Endi-chi agarda bu so'zuq tovushlar shu ismning so'zning oxirida kelib qolgan vaqtchi desak savatdoshlar, diqqat. Odatda turkchada ya'ni sirtdan kirgan so'zdan boshqa turkcha so'zlarning ichida ikki so'zuq tovushning birida kelib qolgan ahvollari asos jihatdan ko'rilmaydi savatdoshlar. Diqqat. Agarda bir ismning oxirida bu harflar kelib qolsa deganimizda, agar bir ismningki so'zning oxirida bu harflar kelsa, biz buning oxirgilan bu a ni qo'shsak qanday bo'ladi ekan bu? Ikki so'zuq tovush bir yerga kelib qolgan bo'lib qoladi ekan savatdoshlar. Shuning uchun qanday qilamiz deganimizda, maya qaraydigan bo'lsak, cho'ng bo'lgan bir tonaning bor ekan bu yerda y harfi bor ekan. Y harfi. O'zga qarasanglarmi qandaq? Ya'ni ikki qo'lingda chiqarib qandaq bu nima deyotdi hozir? Yarashtirg'uchi. Buni biz yarashtirg'uchi harf deb ataymiz. Ya'ni yarashtirg'uchi. Yarashtirg'uchi deganimiz nima? Odatda kelishalmagan ikki tarafni qandaq o'tirisiga kirib shularni yarashtirib qo'yuvchini biz nima deymiz? Yarashtirg'uchi deymiz. Bu y harfimi bu grammatikada, turkcha grammatikada dal bu yerda yarashtirg'uchilik rolini o'ynaydi. Yarashtirg'uchilik rolini o'ynaydi. Agarda bir ismning so'zning oxirida bu so'zuq tovushlar kelib biz endi buni yo'nalish shakliga aylantirmoqchi bo'lsak savatdoshlar, bu so'zuq tovushlar bilan tugagan shu so'zning oxiriga savatdoshlar bu y harfini qo'ygandan keyin uning keyindan munosib holdagi a yoki
qo'shimchisini qo'yish orqali biz yo'linish kelish shaklini yasaymiz savoqdoshlar. Tushunishlik bo'ldi? Y harfi qo'shishimizningki sababi nima ekan savoqdoshlar? Ya'ni u ism so'z oxirisi qandaq so'ziq tovushlar bilan oxirlashganligi uchun biz buning keyiniga a yoki adan iborat yana so'ziq tovush qo'shadiganligimiz uchun qandaq bu ikki so'ziq tovushning qandaq o'zaro zidlashib qolmasligi uchun o'ttirisi qandaq qildik biz? Ya'ni bu y'dan iborat yarashtiruvchi harfini qo'ygan bo'ldik ha savoqdoshlar. Endi biz buningga masaldagi bu ostidagi misollarga qarab boqaylar. Ben okul gidiyorum. Nima demakchi ekan bu? Men maktab ketyapman debdi bu. Shundaqmi savoqdoshlar? Ben maktab ketyapman. Qarasak jumla qandaq? Kamtuk. Biz bu kamtuk jumla qandaq to'liqlaymiz? Buni nima demakchi ekan bu asli? Men maktabga boraman, maktabga ketyapman demakchi ekan bu. Shundaqmi savoqdoshlar? Qaraydigan bo'lsak, grammatikalik qoidamiz bo'yicha okul deganimizning oxirgi bo'g'imini qarasak, tarkibida nima harfi bor ekan? U harfi bor ekan. U so'ziq harfi. Qarasak u deganimiz nima? Qalinning tarkibidagi harf, shundaqmi? Shundaq bo'lgan ekan biz qaysi qo'shimchani qo'shishimiz kerak? A qo'shimchisi qo'shishimiz kerak. Shuning bilan bu jumla nima bo'lib ketdi? Ben okula gidiyorum. Ya'ni men maktabga boraman, maktabga ketyapman degan bir normal bir yo'linish kelishlik bir jumla tuzgan bo'ldik savoqdoshlar. Keyin qaraydigan bo'lsak-chi, o ev döndü. Nima demakchi ekan bu? U öy ketdi, qaytdi debdi shundaqmi savoqdoshlar. Endi buni biz normal bo'lgan bir to'liq jumlaga aylantirsak, qanday aylantiramiz? Dal bu so'zga qaraymiz. Bu yo'linish bo'lmoqchi bo'lgan shu nishon so'zga qaraymiz savoqdoshlar. Qarasak bir bo'g'imliq so'z ekan, tarkibida nima bor? So'ziq tovushi. Bo'lsin bo'lmoqchi buning keyini qo'shimchisi qo'shatdik shundaqmi savoqdoshlar. Shuning bilan buningga qo'shimchisini qo'shdik. O eve döndü. U uyga qaytdi deb bu bo'yicha tarjima qilamiz. Endi bu keyingi jumla qarab boqaylar savoqdoshlar. Sen Urumchi gittin. Nima debdi bu? Sen Urumchi ketding debdi savoqdoshlar. Sen Urumchi ketding deb yana qanday kamtuk bir jumla. Sen Urumchiga ketding demakchi bo'lsak-chi, sen Urumchi. Eng oxir qaraylar. Qarasak savoqdoshlar, chi debdi. Oxirisi nima buningki? I so'ziq tovushi. I deganimiz qayerda? Ince so'ziq tovushlarning tarkibida. Bu bo'yicha qanday bo'ladi savoqdoshlar? Keyiniga qo'yatdik. Shundaqmi savoqdoshlar? Diqqat. Qo'yatdik. Qarasak, imu so'ziq tovush. Ami qandaq? Ami so'ziq tovush. Mushundaq ikkisi zidlashib qolgan vaqtida, ya'ni shu ismning so'zning oxiri bu so'ziq tovushlar bilan oxirlashgan vaqtida biz nima qilatdik? Y'dan iborat qanday qilatdik savoqdoshlar? Yarashtiruvchi harfni qo'yatdik. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? Sen Urumchiga gittin. Sen Urumchiga ketding degandan iborat normal bir yo'linish kelishlik jumla tuzgan bo'ldik. Endi ma tarafga qarasak savoqdoshlar, bu yerda 4 tane harf yozib qo'yaptimiz. Shundaqmi? Qaraylamaya. P, Ç, T, K dan iborat 4 harf bor ekan. Ya'ni bu Uyg'urchada odatda harflarninki ojizlashi deydigan grammatikimiz bor savoqdoshlar. Shuning o'xshash turkchada mu qanday hozir bu harflar, bu uzuk harflar, uzuk tovushlar masaldagi bu ostiga yozilgan bu harflarga ojizlashida qanday vaqtda yo'linish kelish qo'shimchasi qo'shgan vaqtimizda. Ya'ni yo'linish kelish qilmoqchi bo'lgan shu qo'shimcha qo'shmoqchi bo'lgan shu so'z ismning oxirisi savoqdoshlar bu harflar bilan oxirlashsa, bu harflarning masaldagi biz ya'ni P bilan oxirlashgan bir ism bo'lsa, buni B ga, Ç bilan oxirlashgani bo'lsa C, T bilan oxirlashgani D, K bilan oxirlashganiga G yoki yumshoq G dan iborat bu uzuk harflarga o'rnini almashtiramiz, ojizlashtiramiz savoqdoshlar. Tushunishdik? Undaqda buningga masaldagi bu misollarga qarab boqaylar. Ben sokak chiqdim. Nima demakchi ekan bu? Men ko'cha chiqdim debdi shundaqmi savoqdoshlar. Ben ko'cha chiqdim. Buni biz normal bir yo'linish kelishlik jumla tuzsak qanday qilamiz? Men ko'chaga chiqdim deyishimiz kerak. Shundaqmi? Men ko'chaga chiqdim. Undaqda qarab boqaylar. Oxirgi bo'g'imi nima ekan buningki? Kak debdi. Tarkibida nima bor? A so'ziq tovush. A bo'lsa nima bo'ladi savoqdoshlar? Yanalam A qo'shiladi. Nima bo'ldi shuning bilan bu? Ben sokakka chiqdim deb bu bo'yicha yozgan bo'ldik. Ammo hozir biz grammatik qoidamizni nima dedik? Oxirisida bu 4 harf bilan oxirlashsa, munosib holdagi bu harflar bu ostidagi harflarningki muvofiqiga ojizlashida, olmishida dedik.
Qarasak, oxirisi nima bilan oxirlashibdi buningki? K harfi bilan oxirlashibdi. K harfi deganimiz shu yerda bo'lsa, bu nimaga ojizlashi kerak ekan savoqdoshlar? G yoki yumshoq G ga ojizlashi kerak ekan. Normalda bu K yumshoq G ga ojizlashida savoqdoshlar. Shuning bilan biz bu K ni o'chirib atdik va o'rniga nima yozdik? Yumshoq G ni yozdik. Ben sokağa çıktım. Yani ben sokağa çıktım. Tercümesi nima? Men ko'chaga chiqdim deb tercümesi chiqadi. Keyin qaraydigan bo'lsak-chi, o araç bindi. Nima debdi bu? O mashina chiqdi deb yana bir kamtuk jumla, shundaqmi savoqdoshlar? O mashinaga chiqdi demoqchi bo'lsak-chi, o araç. Keyin qaraylar, rach debdimiz. Tarkibida nima bor ekan buning? A so'zuq tovushi. A so'zuq tovushi bo'lsa, qaysi qo'shimcha qo'shiladi? A qo'shimchasi qo'shiladi. Shuning bilan buni qo'shdik. O aracha bindi dedik. Shundaqmi? Ya'ni grammatikalik qoida bo'yicha to'g'ri bir jumla. Ammo keyin qarasak, buning oxirlashgan harfi nima ekan savoqdoshlar? Ch harfi. Ch bo'lsa nimaga ojizlashi kerakdi? Munosib holdadiki, J harfiga ojizlashi kerakdi. Shuning bilan bu nima bo'lib ketdi? Bu Ch ni o'chirib atdik ve o'rniga C harfini yazdık. O araca bindi. Yani o maşinaga çıktı. Degan bo'yicha, mushu bo'yicha yozamiz savoqdoshlar. Yani agarda yo'nalish kelish qo'shimchasi qo'shmoqchi bo'lgan shu ism, shu so'zning oxirisi bu harflar bilan oxirlashib qolsa, biz buni munosib holdagi bu harflarga ojizlashtiramiz deganni bilib olsak bo'ladi savoqdoshlar. Undan boshqa boya qarasak, ben nima qo'shiladi buningga? A harfi qo'shiladi. Shundaqmi? A bo'lganlik uchun A qo'shildi. Sen desakchi, bu A bo'lganlik uchun A qo'shildi, ammo keyiniga qarasak, bana deyishning o'rniga nima bo'lib ketibdi bu? Bana bo'lib ketibdi. Sen sana deyishning o'rniga nima bo'lib ketibdi bu? Sana. O deganimizcha ne va A harfi qo'shilib qandaq ona bo'lib ketibdi. Ya'ni buni yodlab olsak bo'ladi. Bana, sana, ona. Manga, sana, onunğa deb mushu bo'yicha yodlab olsak bo'ladi. Mustasno bu grammatikaga tushmagan taqdirdami biz odatda buni turkcha bu bo'yicha qiliplashgan shakli bo'yicha qo'llanamiz. Masalan, qandaq u menga pul berdi, shundaqmi? Men onunğa kitob berdim, men sana kitob berdim degandek bu turlik yo'nalish kelishlik jumlalarda biz mushu bo'yicha ishlatamiz. Bu qiliplashgan shakl grammatikaga tushmagan sharoitni mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi savoqdoshlar. Yo'nalish kelish qo'shimchalarining asosiy grammatikalik shakllari va qoidalari mushundan iborat. Savoqdoshlarning darslarini yaxshi o'zlashtirib, yaxshi takror qilib kelishiga tilakdoshman. Kelajaqda darsimizni ko'rishgacha hammanglar Allohga emanet.